Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mana bugun 7-sinf darsligidan xordalilar tipining qisqacha tavsifi, xordalilar klassifikatsiyasi, lansetnik tuban qurilgan xordali hayvon mavzusida sizga dars o'tib beraman. Mana shu video darsimizni yaxshilab tinglab, olgan bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Xordalilar klassifikatsiyasi bilan tanishib olamiz. Birinchi o'rinda xordalilar tipi bosh skeletsizlar kenja tipi, lichinka xordalilar kenja tipi va umurtqalilar kenja tipini o'z ichiga oladi. Mana shu narsani yaxshilab yodlab olish kerak. Xo'sh, bosh skeletsizlar kenja tipiga nimalar kiradi? Ya'ni lansetniklar sinfini o'z ichiga oladi. Lichinka xordalilar kenja tipiga esa assidiyalar sinfi, salqlar sinfi, appendikulyarlar sinfini o'z ichiga oladi. Endi umurtqalilar kenja tipi, ya'ni bunga plastinka jabralilar, ya'ni bundan plastinka jabralilarga nimalar kiradi? Akulalar va skatlar to'qimi kiradi. Shula qanotli baliqlar sinfi, ya'ni bunga suyak tog'ayli baliqlar va losossimollar, karpsimollar va panja qanotlilar turkumini o'z ichiga oladi. Undan keyingisi amfibiyalar sinfi, reptiliyalar sinfi, qushlar sinfi, stemishlar sinfini o'z ichiga oladi. Demak, sizga agar umurtqalilar kenja tipiga nimalar kiradi deyilgan bo'lsa, plastinka jabralilar, shula qanotli baliqlar, amfibiyalar sinfi, reptiliyalar sinfi, qushlar sinfi, stemishlar sinfi deb javob berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tamiz. Xordalilarning klassifikatsiyasi. Endi biz hozir bosh skeletsizlar kenja tipi vakili sifatida lansetniklar sinfi vakili, ya'ni Yevropa lansetnigini sizni rasmida ko'rib turibsiz. Demak, ya'ni Yevropa lansetnigi mana ko'rib turibsiz, rangi shaffof, mana qumlar, suv tubidagi qumlarda umumiy ko'rinishini ko'rsatib beryapti. Keyingisi lichinka xordalilar kenja tipi, ya'ni assidiyalar sinfi haqida vakili sifatida, ya'ni assidiyaning yutuq assidiya va mana bu assidiyaning lichinkasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Keyingisi, ya'ni umurtqalilar kenja tipi, boya ko'rganimizdek, umurtqalilar kenja tipidagi, ya'ni plastinka jabralilar, ya'ni tog'ayli baliqlar sinfi haqida sizga ushbu slaydda ma'lumot berilgan. Ya'ni buning ichida siz bilishingiz mumkinki, ya'ni plastinka jabralilar, boya aytib o'tdik, jabralilar sinfiga akulalar va skatlar turkumini o'z ichiga oladi dedik. Endi bu yerda sizga hozir qisqacha ma'lumot berib ketilgan, yangi 7-sinf darsligida berilgan ma'lumot asosida slaydimiz tayyorlangan. Ya'ni kichik tikanli akulalar tanasi 100 cm gacha bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, ya'ni 1 metrgacha degani bu. Kit akulalarni mana ko'rib turibsiz. Kit akulalar esa 15-20 metrgacha yetishi mumkin. Akulalar yirtqich bo'ladi, ya'ni ular baliqlar, mollyuskalar bilan oziqlanishadi. Kit akulalar esa qanchalik yirik bo'lishmasin, lekin ular mayda plankton organizmlar va boshqa mayda baliqlar, ularning tuxumlari bilan oziqlanishadi. Skatlarni ko'rib turibsiz, ya'ni skatlar turkumiga manta va mozaikali skatlar. Bular haqida baliqlarning xilma-xilligi mavzusida tanishamiz. Xo'p, endi umurtqalilar kenja tipi, ya'ni yangi darsda berilgan bu narsa, shunga ham e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shula qanotli baliqlar sinfi. Shula qanotli baliqlar sinfiga nimalar kiradi? Losossimollar turkumi, karpsimollar turkumini kiritishingiz mumkin. Bakra baliqlar sinfi va pancha qanotlilar turkumini kiritsak bo'ladi umurtqalilar kenja tipiga. Xo'sh, shula qanotli baliqlar sinfi. Xo'p, ana endi navbatdagi slaydimizga o'tamiz. Lansetnikning yashash muhiti va tashqi tuzilishi haqida endi siz bilan gaplashamiz. Mana lansetnikning rasmi turibdi, mana bu yerda e'tibor berib qarashingiz mumkin. Lansetnik qayerda tarqaladi? Tarqalishini, ya'ni qayerda yashashligini siz birinchi o'rinda bilishingiz kerak. Demak, tarqalishi tropik va mo'tadil iqlimiy dengizlarda, shu jumladan Qora dengizda tarqalgan ekan. Demak, rangi, mana rasmga ham e'tibor berib qarasangiz, rangi och pushti rangli bo'ladi, ya'ni deyarli shaffof bo'ladi. Tanasining uzunligi 4-8 cm bo'ladi. Shakli ikki yoni yassi, mana rasmdan ham e'tibor bersangiz bilinib turibdi. Ikki yoni yassi, oldingi va keyingi tomoni, ya'ni bu yerda hozir rasmda keyingi tomoni ko'rinmagan, oldingi va keyingi tomonlari biroz ingichkalashgan bo'ladi. Ya'ni teri burmalar bilan qoplangan bo'ladi. Dum suzgichi esa qo'shtig'li jarrohlik asbobi, ya'ni lansetnikka o'xshash bo'ladi. Shuning uchun bu hayvonimizga, ya'ni lansetnik deb nom berilishining sababi ham shundan kelib chiqqan. Navbatdagi slaydimizga o'tamiz.
Lansetnik hayotining ko'pgina qismini dengiz tubidagi qumga ko'milgan holatda o'tkazadi. Ular faolsiz yurishmaydi. Aksariyat holatda, ya'ni hayotining asosiy qismini demak qumga ko'milgan holatda o'tkazishadi. Qumdan uning faqat lansetning oldingi og'iz tomonigina chiqib turadi, ya'ni oziqlanishlik uchun. Xo'p, og'iz teshigi esa 10-20 juft paypaslashlar bilan o'rilgan bo'ladi. Xo'sh, xordasi va muskullari qanday tuzilgan? Lansetnikning xordasi tanasining orqa tomoni bo'ylab o'tgan pishiq o'qdan iborat bo'ladi. Mana e'tibor berib qarasangiz, pishiq o'qdan iborat bo'ladi. Xorda, ya'ni tig'iz joylashgan maxsus hujayralardan iborat. Mana e'tibor berib qarasangiz, tig'iz joylashgan hujayralardan iborat. Hujayralardan iborat bo'ladi. Ichki organlari uchun esa xorda tayanch vazifasini bajarib beradi. Demak, tushunib oldik bu yerda. Demak, xorda ichki organlar uchun bu tayanch vazifasini bajarib berar ekan. Yaxshi. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Mana bu slaydimizga o'tishimizdan avval mana bu lansetning tuzilishini ko'rib chiqaylik. 1 raqamida berilgan mana xordasi, 2 raqamida berilgani bu nervnayi, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nervnayi, 3 raqamida berilgani bu halqum. Mana bu yerdagi qismlari 3 raqamda berilgan halqum. Xo'p, 4 raqami mana bu yerda berilgan jabra oldi bo'shliqlari, Mana bu yerda esa 5 raqamda esa bo'shliqning teshigi, mana jabra oldi bo'shliqlarining mana bu yerda teshik qismi. Teshigi. Keyingisi 6 raqamda berilgan, mana e'tibor berib qarasangiz, bu jigari. 7 raqamida berilgan, mana bu ichagi. 8 raqamda berilgan, mana orqa chiqaruv teshigi. Boya aytganimizdek, mana qo'shtig'li jarrohlik asbobi lansetniga o'xshaydi dedik-ku, mana shu tuzilishni shundan kelib chiqqan holatda aytiladi. 9 raqamida berilgan esa, mana bu yerda 9 raqamida berilgani jinsiy bezlari ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Xordasi va muskullari. Lansetnik unga o'xshash tuban tuzilgan xordalilarning xordasi butun hayoti davomida saqlanib qoladi. Demak, mana shu ma'lumot ham yodingizda saqlashingiz kerak. Ya'ni xordalilarning lansetnik va shunga o'xshash tuban tuzilgan xordalilarning xordasi butun hayoti davomida saqlanib qoladi. Boshqa xordali hayvonlarni faqat lichinkalik, ya'ni embrionlik davridagina xorda rivojlansa, keyinchalik u umurtqa bilan almashtiradi, xorda yo'qolib ketardi. Lekin lansetnik va unga o'xshagan tuban tuzilgan xordalilarning xordasi esa butun hayoti davomida saqlanib qoladi ekan. Buni yodingizda saqlashingiz kerak bo'ladi. Bosh miyasi va bosh skeleti bo'lmaydi. Demak, unga xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biri bosh miyasi va bosh skeleti bo'lmas ekan. Shuning uchun lansetni nima deymiz biz? Ya'ni bosh skeletsiz xordalilar kenja tipiga kiritganmiz biz. Demak, bosh miyasi bo'lmaganligi uchun, ya'ni bosh skeleti bo'lmaganligi uchun ham biz uni nima dedik? Bosh skeletsizlar, siz xordalilar kenja tipiga kiritdik deymiz. Demak, lansetning muskullari, ya'ni ikki yon tomonida tana bo'ylab uzun tasma shaklida joylashgan bo'ladi. Harakatlanishi tanasini u yoki bu yonga egib suzib yuradi yoki qumni yorib kirib oladi. Demak, harakatlanishi demak baliqqa o'xshab tanasini u yoki bu tomonga qarab, tomonga bo'gib suvda suzib yurar ekan. Keyingisi hazm qilish sistemasi. Demak, hazm qilish sistemasi og'iz teshigi, ya'ni maxsus chuqurcha bo'ladi. Og'iz oldi voronkasida joylashgan bo'lib, paypaslag'ichlar bilan o'ralgan bo'ladi. Boya rasmga e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, demak og'iz atrofida bir nechta paypaslag'ichlar bor. Paypaslag'ichlarning harakati tufayli suv og'iz teshigiga haydaladi. Juda mayda plankton organizmlar suv oqimi bilan og'iz orqali halqumga o'tadi va uning devoriga ilakishib qoladi. Demak, halqum devoriga oziq ilakishib qolar ekan. Oziq luqmalari halqumdan ichakka tushib hazm bo'ladi. Demak, halqum faqat oziqni tutib qolish vazifasini va ichakka o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Oziq esa, oziq luqmalari esa ichakka tushib, ichakda hazm bo'lar ekan. Suv esa halqum endi suv bilan birgalikda bu. Shu suv esa halqum devoridagi javra teshiklar orqali chiqib ketadi. Bu orqali javrani ham suv yuvib turish orqali javra orqali nafas olishga ham bu yordam beradi. Hazm bo'lmagan og'iz qoldiqlari esa dum suzgichi ostida joylashgan, boya ko'rib o'tdik biz, orqa chiqaruv teshigi orqali tashqariga chiqarib yuborilar ekan. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Demak, sizni yodingizda saqlab qolishingiz uchun hazm qilish sistemasini ketma-ketlikda bering, ayting deyilgan paytda unga to'g'ri javob bera olishingiz uchun
sizga alohida bitta saytda aynan hazm qilish sistemasini ketma-ket deb berib qo'ydik sizga. Ya'ni og'iz teshigi, halqum, ichak va orqa chiqarish teshigi, demak, Lancet'ning hazm qilish sistemasi ekan bu. Keyingi slaydimiz nafas olish organlari. Ya'ni Lancet'ning halqumi ikki yoni bo'ylab juda ko'p tirqishsimon jabra teshiklar joylashgan bo'ladi. Demak, halqumning ikki yoni bo'ylab juda ko'p tirqishsimon jabra teshiklar joylashgan bo'ladi. Jabra teshiklarini deyapti, tashqi tomondan qoplab turgan burmalar jabra oldi bo'shliqni hosil qiladi. Ya'ni jabralarga qum kirib ketmasligi uchun uning oldida jabra oldi bo'shlig'ini hosil qiladigan, ya'ni ularning atrofida ularni qoplab turadigan teri burmalari bo'ladi. Jabra teshiklari devori juda ko'p mayda qon tomirlari, ya'ni kapillyarlar bilan qoplangan bo'ladi. Kapillyarlar devorida qon bilan suv o'rtasida gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Teri burmalari esa jabralarga qum kirishiga yo'l qo'ymaydi. Boya yuqorida ham aytib o'tdik, teri burmalari demak jabralarga qum kirib ketishmasligini to'g'rirog'i ta'minlab beradi. Xo'sh, qon aylanish sistemasi, demak, qon aylanish sistemasi yopiq bo'ladi, lekin qon yagona qon aylanish sistemasi bo'ylab harakatlanadi. Ya'ni bitta qon aylanish doirasiga ega hayvon deydigan bo'lsa, demak, Lancet'dan umurtqali hayvon yoki xordali hayvon deydigan bo'lsa, biz Lancet'ni qo'rqmay testlarda belgilashimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, asosiy qon tomirlari, demak, yurak yo'q, shuning uchun qon tomirlarida asosiy qon aylanish tizimini qon tomirlari beradi. Qorin va orqa aortalardan iborat ekan asosiy qon tomirlari. Gaz almashinuvi qayerda sodir bo'ladi? Demak, qanday sodir bo'ladi? Demak, karbonat angidrid bilan to'yingan qon qorin aortasi orqali oldinga, ya'ni jabra kapillyarlariga oqadi va jabra kapillyarlar va suv o'rtasida esa gaz almashinuvi sodir bo'ladi-da, karbonat angidrid suvga chiqadi, suvda erigan kislorod esa kapillyar qon tomirlariga o'tadi-da, shu orqali gaz almashinuvi sodir bo'ladi. Keyingi slaydimiz jabralarda qon karbonat angidridni suvga beradi, kislorod bilan to'yingan qon esa to'yinadi va orqa aortaga chiqadi. Orqa aortadan esa qon kichikroq tomirlar orqali tanaga tarqaladi. To'qimalarda karbonat angidrid bilan to'yingan qon qorin aortasiga oqib keladi. Demak, orqa aortada doimo esingizda bo'lsin, orqa aortada doimo kislorodga to'yingan qon, qorin aortasida esa karbonat angidridga to'yingan qon bo'ladi. Shuni yodingizda saqlang. Lancet'ning yuragi bo'lmaydi. Demak, yirik tomirlar devorining qisqarishi tufayli tomirlarda qon oqib turadi. Demak, yurak vazifasini nima bajarib beradi desak, demak, boya yirik qon tomirlari devorining qisqarish hisobiga qon aylanadi. Bo'ldi. Yuragi bo'lmaydi. Ayrish organlari. Lancet'ning ayrish organlari har qanday chuvalchanglarga o'xshash, ya'ni tuzilgan bo'ladi, ya'ni nachalardan iborat bo'ladi. Biz har qanday chuvalchanglarni o'rgangan paytimizda ko'rgandik, orangasimon kengaygan qismi tana bo'shlig'iga, ingichka naysimon qismi esa tana tashqarisiga ochilgan bo'ladi. Demak, naychalarni halqum bo'ylab joylashgan ekan, jabra oldi bo'shlig'iga ochilar ekan bularning naychalarning uchi. Demak, keyingi slaydimizga o'tamiz. Nerv sistemasi. Demak, nerv sistemasi xorda ustida joylashgan tana bo'ylab ketgan nerv nayidan iborat ekan. Bu yerga qarashsiz, mana buni xorda deb tanishtirgandik sizga boya. Mana bu nerv nayi, mana shu xorda ustida joylashgan ekan. Nerv nayidan esa ichki organlarga, tana sirtiga juda ko'p nervlar tarqalgan ekan. Keyingi slaydimiz. Xo'sh, sezgi organlari, demak, bularda kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Biz avval xalqaro chuvalchanglarni ham o'rgangan paytimizda o'rgangandik, ya'ni sezgi organlari kuchsiz rivojlangan, ya'ni ko'rishni, yorug'ini qiladigan organlari yo'q edi, maxsus sezgi organlari. Ya'ni bularning terisining ostida nerv nayi bo'ylab bir tekis joylashgan yorug'lik sezuvchi hujayralar bo'ladi. Ya'ni ular ko'rish vazifasini bajarib beradi. Bu hujayralar faqat yorug'likni sezadi. Shuni ham e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni faqat ular yorug'likni sezadi. Bezovta bo'lib qumdan chiqqan Lancet'ning yorug'dan qochib tezroq qumga yana ko'milib oladi. Terisida joylashgan nerv hujayralari esa kimyoviy va mexanik ta'sirlarini sezar ekan. Xo'sh, Lancet'ning umurtqasiz hayvonlarga o'xshashligi, ya'ni ular qanday o'xshashligi bor? Ayrish sistemasi,
muskullarining tuzilishi, yuragi va bosh miyasining bo'lmasligi bilan haqiqiy xo'rdalilardan farq qiladi. Demak, bu narsani yodda tutishingiz kerak bo'ladi. Demak, umurtqasiz hayvonlarga o'xshashlik tomonlari, demak, ayrish sistemasi boya aytib o'tdik. Ya'ni har qanday chuvalchanglikka o'xshashligi ayrish sistemasi, muskullarining tuzilishi, boya qisqichbaqas mollarga o'xshab tuzilganligi, yuragi va bosh miyasining bo'lmasligi bilan ham, demak, xordali hayvonlardan farq qilib, ya'ni umurtqasiz hayvonlarga o'xshashligi belgilari mana shulardan iborat. Endi umurtqali hayvonlarga o'xshashligi nimada? Demak, buni o'zi aslab boshida aytib o'tganimizdek, Lancetnikni rus olimi akademik Kovalevskiy kashf qilgan edi. Ya'ni Lancetnikning tuzilishi ko'p belgilari, ya'ni xordasining bo'lishligi, nerv sistemasining naysimon bo'lishligi, tanasining orqa tomonida joylashganligi bilan xordali hayvonlarga o'xshash edi. Ya'ni bu umurtqali hayvonlarga o'xshashlik, Lancetnikning umurtqali hayvonlarga o'xshashlik xususiyatlari. Ko'payishi Lancetnik ham ayrim jismli hayvon hisoblanadi. Ya'ni jinsiy organlari jabr oldi bo'shlig'ida, yon tomonda juft-juft bo'lib joylashgan bo'ladi. Yetilgan tuxumlari suvga tushib urug'lanadi. Demak, shundan bilsak bo'ladiki, ya'ni urg'ochisi erkagi bilan farq qiladi. Ya'ni ayrim jinsli ekan, yetilgan tuxumlarini suvga tushib urug'lanadi deyapti. Demak, shundan bilsak bo'ladiki, bularda urug'lanish tashqi bo'ladi. Tashqi urug'lanish kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.